2016-yil Navruz saylimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Tanishtirish so'zimdan boshlayman sizlarga, shu tadbirga yig'ilgan barcha qora ko'zlarga. Men Jembek Otabek kitobsevar bo'laman. Shu yil Xudo xolasa 17 ga to'laman. Shu chamaning bunchasiman, ishaganing ertasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman, yurtimni bo'ling maqtagan, jajigina erkasiman. Gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi selam, farzandlaring O'zbekiston. Gulaysan ozod yurtim, onajonim O'zbekiston, hech kimga bermaydi selam, farzandlaring O'zbekiston. Imon